Assalomu alaykum. Mana bugun 2026-yil 9-iyul sanasi. Albion qubnaylarimiz tanablari olish jarayonlari. Tanoblar. Shu holatda olinyapti. Hop qaranglar. Yozda bunaqa meva beradigan qubnayni ko'rmagan edim. Mana qubnayni qaranglar mana. Mana shu bitta tubda 1 2 3 3ta. Mana qaranglar 1 2 3 4ta shoda. Mana hammasida mana. Hammasida gul shodalari bor. Mana gul shoda. Mana aytdim 1 2 3 kamida 3tadan. Mana bu yerda 1 2 3 4 5ta. Mana hammasida mana ko'rib turganlaringizda mana gul shodalari bor. Tanoblar. Yozgi kunda shunchalik. Agar bu qubnoyga vaqtida ekib, qarovlarni qiladigan bo'lsa, bahorda hamda kuz oylarida va qishda Xudo xolasa zo'r hosil beradi degan umiddaman. Agar kimga xuddi shunaqa qubnoy tanoblari kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Tanoblari ko'p emas, kamroq. Mana tanoblar. To'g'risi buni gullarni uzib tashlagan isbot qilmayapmiz. Meva olinmagan, matchni hisobida ekilgan.